Tanlash. O'zbekiston yoki Britaniya. Ob-havo. Ob-havo menga bu yoqda. Ha, o'zinglar qaranglar. Yoshlarni kattaligi bo'lgan e'tibori qayerda yaxshiroq? Xo'p, o'zimizda. Sport sohasi. Bu yerda ko'proq rivojlangan deb o'ylayman. Sababi boshida kelganimda nimaga hayron bo'lgan edim? Juda ko'pchilik velosiped haydashardi bu yerda. Juda ko'p. Va sport bu yerda ko'proq rivojlangan deb o'ylayman. Va o'sha sababdan ko'pchilik sog'lomroq. Odamlari. Bitta qilib aytib bo'lmaydi. No, O'zbekistonda bitta narsani o'zim his qilganman. Odamlarimiz sal sabrsizroq va o'sha sabrsizlikda ketidan tez achchiq chiqadi odamlardan. Bu yerda odamlar juda ham sabrlaydigan bo'ladi va u bir xato qilib qo'ysa ham kechirib olish oson. Bizda sразу ketadi. Konfliktli situatsiya. Ta'lim tizimi. Ta'lim. Voy, bu yoqniki yaxshiroq. 100%. Universitetni bitirib bo'lib, ishga kirish ehtimoli. O'zimizda sababi konkurensiya o'zimizda ancha sust. O'sha sababdan juda oson ishga kirish o'zimizda deb o'ylayman. Endi praktikamda bilmadim qanaqa bo'lmagan praktikamda. No, eshitishim bo'yicha ancha osonroq. Bu yerda konkurensiya o'ta baland va bitta ishchi o'rniga yuzlab odamlar topshiradi va juda qiyin olish. Metropoliten tizimi qayerda yaxshiroq? Bu yerda. Avtobuslar. Avtobus bu yerda. Bank kartalari qayerda yaxshiroq ishlaydi? Точно o'zimizda. Bank kartaga keladigan bo'lsak, baribir Humo's kart yoraverashin juda qulay. Bu yerda Visa, Mastercard и банковское приложенияларым juda tushunarsiz. Qiynalishtirib tashlashgan.